Mana shu sulfat magniy bilan hozir anaqa qilyotgandim, suv tayyorlayotgandim. 3 grammcha 5 litrli baklashkaga soldim. 3 gramm, mana bu yerda 20 gramm bo'ladi. 3 grammchasini 5 litrli suvga soldim. Keyin bunga bir 3-4 tomchi yod solaman. O'zimizning обычный aptechniy yoddan. Bu manba bakteriyalar bo'lsa yod yordam beradi. Mashlarga yordam beradi. Keyin magniy bo'lsa, mana bu gullarimizni bay dumalolashib, o'sayotganda, dumalolashib qolayotganda, sarg'ayotganga yoki bo'lmasa qanaqadir xafa bo'lib, juda bodri bo'lmasa, mashlarga profilaktika uchun beramiz yoki baylar maydalashib, kattalashmayotgan bo'lsa ham, bu suvimiz qanaqadir yordam beradi. O'shanga 5 litr suvga sepishimga 3 grammcha mana shu oddiy mana sotadi sulfat magniy. Aptechniysi bo'lmaydi, mana shu. Solamiz и обычный aptechniy yoddan 3-4 tomchi tomizvordim. Mana soldim, chayqatib yuboramiz. 15-20 minut ko'p qo'yaman, чтобы ham kristallari erib ketishi uchun. Keyin hamma gullarimizga sepib chiqamiz. Agar ildiziga quymoqchi bo'lsanglar, sal sulfat magniyni ozgina ko'paytirib olsa, ildiziga ham ozgina ko'p emas, quyib chiqsa, где-то 15 kunda bir qilsanglar yetadi. Baylarimizni, gullarimizni bodrilashishiga, sariqlari ketishiga, mashlarga sabab bo'ladi, xudo xolasa. Shuni hozir tayyorlayotgandim, esimga tushib, shuni video qilib, zora foydasi tegsa deb sizlarga qo'yib berib ketdim. Foydasi tegsa, xursand bo'laman. Rahmat. Kommentariylarda yozib, like, podpiskani bosasizlar agar foydasi tegsa.